أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: الجماعة سنة مؤكدة. Endi hozir jamoat namoziga va imomatchilikka doir ahkamlarni bayon qilmoqchi. Jamoat bilan namoz o'qishning hukmi sunna muakkada. Bu kitobda tanlagan qarash shu. Hanifiy mazhabda bir necha qarash bor. Jamoat bilan namoz o'qishning hukmi to'g'risida. Farz ayn degan qarashmi bor, farz kifoya degan qarashmi bor, vojib degan qarashmi bor. Mashayixning ko'pchiligi vojib degan qarashni tanlagan. İmam Abul Hasan al-Karxi sunna muakkada degan shu qarashni o'tirib qo'ygan. Hozir maktabda Karxining qarashini tanladi. Sunna muakkada degani mishada vojibga yaqin demakchi. Mishadiki sunna muakkada vojibning darajasidagi bir sunnat demakchi. Uningdan boshqa ulamolar, masalan Hanbali mazhabidagi ulamolar, ya'ni Imam Avza'i vojib degan qarashni tanlagan. İmam Şafii'nin mazhabda sahih qarashda, mazhabga vakillik qilgan qarashda farz kifoya. Şafiilardan sunnat deganligi bor. Maliki ulamolarning ko'pchiligi sunna muakkada deb qaraydi. Ya'ni az bir qismi farz kifoya deb qaragan. Zahiriylar Davud Zahiri, Ibn Hazm qanday qaraydi, lekin Davud Zahiri farz ayn degan. Uzrsiz holatda jamoat bilan namoz o'qimay yolg'iz o'qib qolsa, namozi batil. Davud Zahirining qarashida. Endi dalillar kelsak, qala sallallohu alayhi vasallam: al-jama'atu min sunanil huda. Jamoat hidoyat sunnatlardan yoki hidoyat yo'llaridan. Sunanil huda yoki sananil huda. Sanan ya sunan ikkisi o'xshash. Sunanil huda degan nima bo'ldi? Ya'ni to'g'ri yo'llar. Alloh taolo va Rasul belgilagan to'g'ri yo'llarning jumlasidan demakchi. Ya'ni taraiqul huda, turuqul huda degan ma'noda. Lekin Hanifiy mazhabda sunanul huda deb qolsa, alohida bir istiloh, ma'nosi boshqa. Hadisga kelgan shunda iboralar hidoyat yo'llari. Buning ichida vojib, sunnatlar hammasi shirkdir. Hanifiy mazhabda sunanul huda deb qolsa, bu sunanul huda, sunanuz zawaid deb buni ayiradi. Masalan, sunanul huda degan tark qilib qolsa makruh bo'ladigan, masalan jamoat bilan namoz o'qish, azon to'lash degandek. Sunanuz zawaid degan tark qilsa makruh bo'lmaydigan. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir oturup kopasları ya su içkende bana işitildek ahvallar. Adetki münasebetli kişiler demekçi. Yani vaciblen sünnetul hudanın yani bir mazhab farkını varsa vacibini bir katım terk etse şu çal bir katım terk kılganlıkla günahkar oldu. Sünnetul hudanı uzun müddet terk kılsa günahkar oldu. Bir katım terk kılsa günahkar bulmaydı. Yani mava hani bir mazhabdaki sünnetul huda diyen ayrı bir istilahını mansı. Nima hadisdagina hidoyat yo'llari, dinni to'liqlaydigan shunda yaxshi ishlar degan ma'noda. Undan keyin bu sunnatni, vojibni o'z ichiga oladigan bir dalil ma'lum. Lekin bu hadis hamda, bu hadis marfu'mu emasmi? Bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'ziga, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zi ma'lum. Şey Müslim keldi lekin mavqufan, ama Rasulullah dedi de ki Ibn Mas'ud degan so'z. Sizin kitabınız şundadır. Mana akhrajahu Muslim min qawli Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dedi, mana laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun. In kana al-maridu la yamshi bayna rajulayn hatta ya'ti as-salah. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ياكي سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. Ya şunga o'xshash yana boshqa so'zlarmi Sahih Muslimda rivoyat qilingan. Endi mushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushunda olgan bo'lg'achqa, Rasulullohdan chiqqan bo'lg'achqa degan desak, bu sahobaning so'zi fima la ra'ya fihi fi hukmil marfu bo'ldi. Bu tarafdan ham dalil deyishki bo'ldi. Endi hozir bu yerda sunna muakkada deganga min sunanul huda degan so'z bo'lg'achqa, sunna degan so'z kelgachga dalil qildi. Amaliyotda bu hadisga sunanul huda degan
Bu vacibmi? Hammani o'ziga oldigan bir so'z. Daniki bak dalil bo'lanmaydi unga. Yana bir hadisda vaqala sallallohu alayhi vasallam laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin-nas thumma anzura ila qaumin yatakhallafuna 'anil jama'ati fa uharriqa 'alayhim buyutahum. Ma sayyidis. Bu hadisdan sunnatligiga dalil qanday chiqadi? Rasululloh o'rnimda boshqa biraylarni qo'yib imomatchilikka namozga kelmaydiganlarni, bu endi kelmaydiganlar qanday sharhlangansa, davomli kelmaydiganlar. Ko'pincha ahvolda bu munofiqlar. Masalan, Ibn Mas'ud la taqallafan illa munofiq dedigo, shu chaqdagi ahvolni bayon qilyotdi. Ashuna munofiqni uyga berib, o't qo'yitay dedim dedi. Nonikin, hozir vojib emas, sunnat deganga dalilni qanday chiqirdi? Rasululloh agar vojib bo'lgan bo'lsa, jamoat namozi, Rasululloh o'zi jamoat namoz birga o'qimay, o't qo'yitishga chiqadigan bo'ladi. Vojib bo'lsa, uni taraf qilmaydi degan. Ma tarafdan keldi. Endi vojib deganlar, jamoat kimganni o't qo'yitman deb va'id qildi mana. Agar vojib bo'lmagan bo'lsa, o't qo'yitman demaydi deydi. Endi bular qo'pab o't qo'yitman dedi, lekin o't qo'yitmadi. Oxirdamda o't qo'yitman degan chaqda Alloh taolo vahiy qilib, o't qo'yitmasang bo'ldi degandek. Yani men suqlab ketdi degandek. Bu shundan har xil qarashlar, har xil dalilni chiqaradigan bunda bir ahvol bor. Va hada amaratu ta'kid. Ana musho sunnat. Yani bir tarafdan ta'kidlangan bir ishga dalil bo'ladigan sunna muakkada deganga dalil qilamiz demoqchi. Va qad wazaba alayha sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izchil jamoatlar namoz o'qib kelgan, uni qo'ldan bermagan bo'lsa, sunna muakkada deymiz deydi. Ham sunna muakkada deydiganga boshqa dalillar bor. Masalan, hadis Abdullah ibn Sarjas إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. Biroq uyda o'qib chiqqan bo'lsa namozni, masjidga kirib qolsa, jamoat namoz o'qiyotgan bo'lsa, birga namoz o'qisin. Ikkinchi qadam o'qiganlikqa nafli bo'ldi dedi. Lekin uyda namoz o'qishni til oldi, uni hech qanday boshqa gap qilmadi dedi. Burungi hadis Tabarani Kabirda rivoyat qilgan Albani Sayyidga hadisga. Ve ikincisi İza salla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama ve lem yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafila. Bu yuqorqi hadisga o'xshash hadiskan Abu Davud rivoyat qilgan Shayx Albani Sayyid debdi. Yani bir hadisda azamun nas ajran fi s-salati ab'aduhum ilayha mamsha. Namazı en çok ajr aldıganlar en jiroqdan mumkin qilganlar dedi. Fa ab'aduhum unnikin taxama jiroq bo'lganlar shunda أجر الله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. خطنا مثلا خطنا جماعة جغلب نقطة أختلم يتقادم خرجاندا سقلاب جماعة لان أقوان كشلون أجر كتا ديش نما لكن أما واجب ترقيان كشماس lekin ma'ni ajrjiq degani chiqilishi joiz, lekin ma'va fazilatli ishligini bildirdi. Ya'ni bu sunnat degan dalil bo'ldi demakchi. Yana muttafaqun alayhi hadisda salatul jamoati tafdulu salatul fardhi bi 27 daraja dedi. Yani bir rivoyatda bi 25 daraja. 27-25 daraja ortiq bo'ldi deganlikka bumi joyida bo'ldi? Bumi joyida bo'ldiki ma'va 27 daraja ortiq bo'ldi degan. Ondan bu afzallikni, savobi kattaligini yoki jamoat namozining aslida sunna muakkada ekanligini ko'rsatadi, vojib deganini ko'rsatmaydi deydi. Bu shu sunnat deganlarning dalili. 27 daraja nimani bildirdi? 27 hissa. Son maqsadmish edi. Son bor. 25, 27. Son bor. Endi 27 daraja dedi. Bazı hadisler 27 da'fa deb kelgan. Undan keyin yolg'iz o'qigan namoz, jamoat bilan o'qigan namoz, tang o'shanda kelsa, masalan, ikkisi tang to'lish namoz, ma jamoat bilan o'qigan namoz, ma yolg'iz o'qigan namoz. O'sha tang bo'lsa, mana buningki jamoat bilan namoz o'qigani 1, 2, 3, 27 daraja o'shada oldi turdi deymanda. Yo'q, 27. 27 ya 25. Bu masjidga va uydagi hamma jamoatni ko'rsatdi.
Çünkü bunu masjidda bu demedi. Lekin g'oliban bu masjidda degan yani zahir chiqib turishi mumkin. Çünkü masjidninki boshqa fazilatlari bor. 27 daraja deganni shunga bular 27 da'f deganlar Imom Muslim rivoyat qilgan salatun ma'al imami afdalu min 25 salatan yusalliha wahdahu dedi. Yalnız o'qigan 25 namozdan yaxshi degani aslilikni ko'rsatdi. Bundan ekan jamoat bilan o'qigan namoz bilan yalnız o'qigan namoz qismida teng bo'lsa, jamoat bilan o'qigan namoz 27 hassa oldiga eshib ketadi savob jihatdan. Yalnız o'qigan namoz shu to'xtab qoladi nima uchun? Lekin nima uchun 27 ta? Nima uchun 25? 28 ya 30 emas. Ba'zi vaqt 21 degan rivoyat bor. Bu min ulumul g'ayb. Manda deymiz. Lekin ulamolar bunda hisoblab baqilban. Masalan, masjidga shunda mansa, bir qadamni shunda asib, bir gunoh yulib ketdi, bir savob oldi. Yoki bir dassa, bir savob oldi, bir nima yulib ketdi, shunami? Har qatim bir qadam asa shunda savobni olib mangdi. Endi masjidga kirsa, tahiyatini o'qishi mumkin, namozni saqlab o'tirishi mumkin. Farishtalar bor, farishtalar istig'for etishi mumkin unga. Jamoatlar namoz o'qisa, shaytondan jara qildigan tarafi, duo qilsa amin deb yoda duolarning jamoat bo'lishi. Shunga o'xshash hamda jiq bir fazilatlarga erishgan bo'lg'achqa 27 ga har bir kunda sanab kelsak 27 chiqishi mumkin deydi. Ba'zi ulamolar 27 degani bomdod xutbandek namozlar, ba'zi bomdodlar asr masalan ataqabuna fikum degandikan 25 boshqa namozlarga deb baqqan. Lekin buni ulamolar xil tahlil qilib qo'ydi, uning tegi yetkazilmaydigan bir ish. Agar bir kishi jamoatni qo'llagan bo'lsa, ash savob erishadi, bas 27 qadam o'qanda. Ya xuddi masalan 27 qadam o'qisa, undan jamoatlar o'qigan kishilar tanglashadigan ekan. Lekin o 27 qadam o'qish unda mashru' emas. Mesela bir hadiste an Abi Hurayrata radıyallahu anhu qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem salatul racul fi cemaatin tezidu ala salatihi fi beytihi ve salatihi fi suqihi bid'an ve 20 derece. Bid'an degan şu 3'ten 9 kadardan da köpün şu 5-7 degan gapmi şu. Ve zalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salata فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Bir azalamagan, tartibsiz ketmagan holatda farishtalar shunda duo qilib turdi dedi. Buningdan boshqa jamoat namozining islom shuari bo'lgan masjidlarda jamoat namoz o'qish buni ihyo qilgan bo'ldi. Bir jamoatchilik bo'ldi, birlik, barobarlik. Buning jiq foydalari bor. Nolkan bu hadismi sunnat deganga dalil bo'ldi hadis. Bunda fazilat ortiq bo'ldi, sunnat deganga dalil bo'ldi. Endi vacib degan qarash shu Hanifiy mazhabdagi shu mashayix deganda ko'pincha biz shu O'rta Osiyodagi bizning ulamolarimiz dedik-ku. Mavaraun Nahr, Turkiston va shu O'rta Osiyo, Xorason ulamolarini biz mashayix dedik. Ko'pincha bular imom va uning shogirdiga shogird bo'lolmay ikkinchi avlod shogird bo'lganlar ya navri shogirdlar va ularning shogirdlari. Bular shu vacib degan qarashni tanlagan. Yani bir mezhepte. Vacib degan qarashning dalili, masalan, oyatdan dalil keltirib, "Varka'u ma'ar raki'in" degan dalilni ko'rsatdi. Ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar, ya'ni mishal birga jamoatan degan mazmun bor demakchi. Lekin endi bu aniq unda dalil bo'lmaydi. Sunnat deganlar bu "Varka'u ma'ar raki'in" aniq dalil bo'lmaydi. Nima uchun desa, ma degan so'z ya makanda hamra bo'lganlikni, birga bo'lganlikni, ya zamonda birga bo'lganlikni, yoki sharaf, fazilatda birga bo'lganlikni bildirdi. Ayni ehtimolliklar bor. Masalan, oyatda ya Maryam qunuti li robbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in dedi. Shunami? Undan keyin bu ayollarning jamoatlar namozini vojib degan gap yo'q-da. Bu deganlik xuddi kunu ma'as sodiqin deganga o'xshash. Sizlar rasullardan bo'linglar.
ruku qildiganlardan bulanglar. Alloh taolaga ibodat qildigan, shunda taat ibodatda eng oldida bo'lganlardan bulanglar deganni ko'rsatdi deydi. Ya'ni kunu minar raki'in deganda. Balki bu bak aniq dalilamasin vojib fiqqa. Lekin vojib fiqqa dalil bo'lgan hadislardan ama kishidan birisi men ko'zim ama masga e'tilab borgan kishi yo'q. Uyda o'qsam bo'lamdi degan chog'da azanni anglaymasa ajib degan. Undan keyin masjidga kel demoqchi. Lekin bu hadis bunda bo'lsa-mu va shunga o'xshash bir qancha hadis bor. Shunda bo'lsa-mu Sahih Buxoriyda shu Attab radhiyallohu anhu men o'zimning qavmimga namoz o'qib birdim, imom bo'lib, ko'zim ojizlab qolgachqa sal kelib ketib muqisa yo'lda muammay qolganimda uyim kelib namoz o'qib paslar degan chog'da Rasululloh uyga borib nada o'qib birman deb uyda bir yer namoz o'qib qo'ygan. Uyda o'qsang bo'ldi deya ruxsat bor shunda. Undan keyin ammo bak jalliq dalil bo'lmaydi, vojib deganga jalliq dalil bo'lmaydi. Endi fardi kifaya degan qarash, unda qarasak hamda shu bakrak muvofiq. Shafiy mazhab tanlagan qarash, fardi kifaya degan qarashni tanlaganlar hamma mazhabdan ma'lum oldi. Har mazhab necha qarashga bo'linib ketgan buninglar. Chunki bu dalillar odamni gangirtib qo'ydigan darajada shunda har xil dalil kelgan ekan, hamma mazhabdagi ulamolar har xil qarashga bo'linib ketgan. Shafiy mazhabining fardi kifaya deganga Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilganida ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan alayka bil jama'a fa inna ma ya'khudhu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Abu Dawud rivoyat sayyidis. Nolken qanda bir yezi kent yoki bir sahrada jamoat ular namoz o'qish bo'lmasa, ularni shayton egallab ketadi shunama. Yalg'iz yurganni bo'raydi dedi. Yani bu fardi kifayani ko'rsatdi. Agar shu yerda bir jamoat namoz o'qisa, shu bir kentda deydi, shu mahalda bir jamoat namoz o'qisa, jamoat ular boshqa uyda o'qsa o'rniqmi yo'q. Fardi kifaya degan qarash. Qanday bo'lsa-da jamoat bilan namoz o'qishga qilgan targ'iblar bakchiq. Fazilati ortiq. Shuna ba'zi ulamolar fard deb ketgan shu hamda. La yas'u tarkuha illa bi'udrin deganimi? Shunda muakkada degan bilan bir tarafdan xuddi vojibga yaqin gap qilyapti hozir. O'zirlik bo'lmasa-lam tark qilishga bo'lmaydi dedi. Walau tarakaha ahli Misrin yu'maruna biha. Bir shahar xalqi hech qanday jamoat bilan namoz o'qimaydigan bo'lib ketsa, jamoat bilan namoz o'qinglar deymiz deydi. Buyuramiz. Islom xalifasi shuni buyurdi. Fa in qabilu qabul qilsa bo'ldi va illa yuqataluna alayha. Qabul qilmay, unimsa ular qarshi urush e'lon qiladi. Urushdi ular. Li'annaha min sha'airil islam. Chunki bu islomga dalolat qilgan belgi, shuar xarakterlik ibodat. Xuddi masalan xatnaga o'xshash. Xatna qilishni sunnat yo vojib degan qarashlarga o'xshashmi shunga? Lekin shunimi bir shahar qilib butunlay xatna qilmaymiz deb turib olsa, urush ochimiz. Azanni sunnat desak, yo vojib degan libo desak, bu shunga o'xshash. Bir shahar qilib faqat azan o'qimaylar, namoz o'qigan bo'lib olsa, ularga nasihat qilamiz, unimasa urushimiz. Shunga o'xshash. Qala wa awla an-nas bil imamati a'lamuhum bis sunnah. Hamda imomatchilik masalasida qaysi kishini imom qilib chiqirmaymiz oldiga? Avla degandan qaraganda, mushunda eng munosibini tanlab chiqarish mustahab ekanligi bunda ma'lum bo'ldi. İmametçilik buna isil bir mertebe yoki mansab deyli. Bununla salohiyati bor kishilar shu loyiq. Ana salohiyati bor kishilardan ko'p bo'lib qolgan taqdirda, o'tag'animiz hozir imomatchilik salohiyati va qori qurra ulamolarimiz. Bunda namoz o'qiydi deb qolgan taqdirda bunun orasidan kim chiqishga haqli? Albatta imom bo'laman deb talashib qoldigan yo'q. Lekin unda Rasulullohning sunnatida buyurishida manda kishi chiqsin deb shuni alohida ko'rsatgan bo'lg'achqa, bu mash imomatchilik masalasiga islomning naqadar ko'ngil bo'lganligini ko'rsatdi. Agar manda bir guruh bo'lib qolsa, buning ichidan manda kishi chiqdi, uningki manda chiqdi, uningki manda chiqdi deb alohida ko'rsatib qo'ygani, bu imomatchilik masalasiga alohida e'tibor berganligini ko'rsatdi. Shu hadisda ya ummul qavmi aqra'uhum deb shunda tartib qo'yish keldi. Bu yerda bu mazhabda sunnatni namoz ahkamlarini eng yaxshi biladigan kishi imom bo'lishga eng loyiq, eng haqli dedi.
إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة namaz jaiz bo'lg'idek miqdorda Qur'on tilovat qiladigan bo'lsa, masalan Fatihani obdan o'qiladigan bo'lsa, qisqa surdan bir qanchani biladigan bo'lsa, lekin namoz ahkomlari islom bilimlarini yaxshi biladigan ulamo olib qolsa, shu chiqishi aniqli. Va istanibul fawahisha zahira, aniq gunoh ma'siyatlardan jiroq turadigan, fasiq bo'lmasa demakchi. Shu kishi haqliq dedi. Ana yo'shilni biz Alloh alam. Imom maslan bizning qarashimiz shunda taqvodor ubda odam. Lekin o'zi maxfiy bizi gunohni qilolmasin Alloh alam. Lana az-zahir vallohu yatawalla as-sarair. Va an Abi Yusuf, Abu Yusufdan kelgan bir rivoyatda, yuqori qarashda Abu Yusufni billah. Va an Abi Yusufdan yana bir rivoyat keldi. Aqra'uhum, eng yaxshi o'qiydigan. لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. Muş hadisga asosan Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigan kishi shu jamoatga imom bo'ladi dedi. Endi o'sha Abu Yusufning qarashini Imom Ahmad va Ishoq ibn Rahway va Shafiy mazhabining ba'zisi tanladi mush qarashni. Lekin jumhur ulamochi ana bu mazhabning shu a'lamuhum degan qarashni tanladi. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Evzai şundan mesela a'lamuhum bis sünnet diyen qarashni tanladi. Ana bu hadisda ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hadisin oxirida da fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum lil hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma wa la ya'ummu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baytihi ala takrimatihi illa bi iznihi wa la ya'ummu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi degan bir kishining huquq doirasi kelib imom bo'la olmaydi. Masalan, shu masjidning imomi bor, boshqadan birisi kelib shu masjid imom bo'la olmaydi. Yoki boshqadan bir hokim bor, amir bor, u bir viloyat kelib shu viloyatning amiri imom bo'lgan namoz qilib men chiqman deb turasa bo'lmaydi. Wala yaqudu fi baytihi ala takrimatihi illa bi izni degan mehmon keldi masalan. Kirgan mehmon shu uyda o'zi xohlagancha masalan ma ko'piga boshlasa, g'achchida yugurib kirib, andiki sapaga chiqib o'tirolmaydi. Sapaga boshlab qolsa, yo'qmi, yerda o'tirib, oxiri ko'rib, ko'pida o'tirolmaydi deydi. Ruxsat qilsa, unda o'tirdi. Nima uchun? Bak, endi o'tirsa, uydagi balchaqni ko'rinib qolishi mumkin. Shu uyning egasi ham o'zi bilgan bo'lg'achqa, yer o'tirsa ko'rinmaydi deb boshlash mumkin. Hadisda ham da shu imomatchilikka qetib bayon qilg'achqa biz shuni izohlab qo'ygan bo'ldik. Lekin bu yerdagi mazmun bu hadisda ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah dedi. Bu hadis Sahih Muslimda kelgan. Dastlabda aqra'uhum degan bo'lg'achqa Abu Yusufdan kelgan bir rivoyatda va Imom Ahmadlar shu al-aqra imom bo'ldi dedi. Endi o'sha aqra degan so'z kelgan bo'lsa-mu, lekin ulamolar o'sha aqra'ning izohatida ixtiloflashgan. Aqra degan nimani bildirdi? Hanifi mazhab al-aqra degan a'lam degan ma'noda. Lekin bu hadis yana Hanifi mazhabiga dalil bo'lishi mumkin. Chunki sahoba kiramning zamonida bir oyatni yodlab, shuning butun ahkomini o'rganib, ikkinchi oyatni yodlab, shunda ma'notda. Al-aqra la a'lamta. Al-aqra degan mishada Qur'onni shundan ham o'qib yodlab qo'ygan odam emas, butun ahkomlarni joyida o'rgangan ulamo degan gap. Yana bir qarashda Qur'onni yaxshi qildigan degan, ya Qur'onni o'qigan desa, birolam deyishi mumkin. Al-aqra degan al-aktharu hifzan. Qur'on qaysi ko'p yodlagan bo'lsa, shu degan bo'ldi. Amr ibn Salma shu kichik bola imom bo'ldi-ku, ala g'attuanna istiqori hukm deganda shu kichik bola imom bo'lganda, shu hadisda val ya'ummukum aktharukum Qur'ana degan bo'lg'achqa, mening qavmim shuna qarab eng Qur'on yodag'ini men kamma shu meni imom qildi degan bo'lg'achqa. Yani bazı ulamalar ya al-aqra degan tajvid bilan harfni joyida chiqarib, qoidasilar o'qiy oladigan degan bo'ldi. Ya'ni qiraatni joyida qila oladigan degan ma'noda deb qildilar. Lekin endi shu Qur'onni ko'paytirgan degan shu bakrak endi jalliq. Ya'ni ma ikki qarashning ishi jalliq, lekin a'lam deganga balki jalliq bo'lmasi mumkin. Qulna biz deymizki al-hajatu ila al-ilmi akthar. Jamoatlar namoz o'qigan chog'da ilmga bo'lgan ehtiyoj ko'p. Qiraatga bo'lgan ehtiyoj qaraganda
ilmi bo'lgan ehtiyoj ko'p. Shu ahli ilmninki, al-alamninki namoz durust bo'lganda qiroati joyidmas joyida. Navnikim bo'ldi. Qiroatning masalasi bo'lib ketdimi? Endi boshqa ahvol qaraylik. Boshqa ahvolda ma alam bo'lmasa, chataq chiqadigan ahvol bor. Fakana awla. Undan keyin al-alam ash awla deydi. Nima uchun desa, qiroat bir rukniga munosabatlik ish bu. Qiyamda turgan chaqda qiladigan ish. Lekin boshqa rukun sajda, ruku, tashahhud va shu boshqa faoliyatlar hammasi ilmga muhtoj. Undan keyin namozning joyida bo'lishi, xatolik sodir bo'lib qolmaslik yoki favqulodda bir ahvol bo'lib qolsa, buning qarta gachchi chora topa oladigan odam al-alam demakchi. Va fi zamanin nabiy sallallohu alayhi vasallam kanu yatalaqqawna al-Qur'ana bi ahkamihi, fa kana aqra'uhum a'lamahum. Rasululloh zamanida Qur'on yadag'allar ahkamlar bilan o'rganib yadalatdi. Ularning ichida Qur'onni eng yaxshi o'qiydiganlar, ko'p yadag'anlar eng bilimli edi. Masalan, shu 70 qarini islom o'qitadigan kishining ivaslar 70 qari yotdi-ku. Boshqalar shu a'lim sahabiydi. İslam o'qitishga bo'lgan Qur'onni o'qitishga emas, islom o'qitishga bo'lganlikda deymiz. Ya'ni sahabe kiramlar bu haqda so'zlar bak ko'p. Biz bunda ahkamlar bilan birga o'rgandik degan mazmunda ko'p. Sura Baqarani mancha yilda yodlab qo'ygan, ya'ni shu ahkamlarni o'rgangacha yodlagan demakchi. Bo'lmasa arablar ijabda yodlab bo'lishi mumkin Sura Baqarani. Yana Hanifi mazhabning yoki jumhurning dalili an Abi Musa radhiyallohu anhu qala marida an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fashtadda maraduhu faqala muru Aba Bakr falyusalli bin-nas. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول يعني بلال رضي الله عنه أشو رسول الله بيرقنا الكلدة فصلى بالناس يعني أبو بكر فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه this. Bunu da vecil istidlal Abu Bakr radıyallahu anh'ı qari'di. Sahabe-i kiramning ichidagi qari'ning birisi. Lekin qiroat ilmida, qiroat ahkamlarini to'liq egallashda Ubay ibn Ka'b o'xshash emasdi. Al-Aqra Ubay ibn Ka'bdi. Shunda turug'liq Abu Bakr imom bo'ldi. Chunki Abu Bakr a'lamus sahaba edi. Ibn Mas'ud shunda degan, "Va kana a'lamuna." Undan keyin bu shu a'lamning avla ekanligi dalil bo'ldi dedi. Qala thumma aqra'uhum a'lamuhum din kin qasa ang yaxshi qiroat qilgan, Qur'onni ang ko'p yadagan deymiz. Va bizning zamonimizdagi aqra'uhum lil hadith, ma'lum dalili degan ma'no, aqra'uhum lil hadith emas. Ya'ni siz ko'p o'qiydiganlar emas, aqra'uhum deblar bir to'xtatib lil hadith, yani daliluhu al hadith demakchi. Lekin bundalar o'qisanglar, "Summa aqra'uhum lil hadis" deb qo'ysanglar, hadisni eng ko'p o'qiydiganlar imom bo'lsinganday bo'lib qoldi. Dalil hadis. Bidalil hadis, yoki daliluhu al hadis degandek. Chunki o'sha hadisda ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah dedi. Va ummul lil hadis ismu a'lamuhum man aghanikum. Aqra'u dedi kitobni bilganlik a'lamuhum sunnat. Ya bu sunnat najib o'qiydigan, sunnat najibni bilan Qur'onni unda ko'p yodilmagan bo'lsa, o'qimaydi. Bazı şeyde şu Kur'an'ı köp okuyduğun, cahil okuyalığın kişiye demekçi. En yaxşı okuyduğun ne demekçi? Lil hadis yani ve daliluhu el hadithus sabiq. Bu köp yalığın digini bekrek şudur. Eğer köp yadlaş, tecvidine eğer hatalık olmaya yaşında yadılgan bolsa şu. Eğer tecvidine eğer hatalık olan yadılgan bolsa az saz okuyalığını şu imam bolsun. Hatalıktan hali, cahil okuyalardan şu imam buldu. Yani müşahede içinde dikkat kılsanlar, en çıraylık ağızda diyen gep yok mu? Kur'an'ın en çıraylık şurayın okşaşı okuyduğu, Südeski okşaşı okuyduğular, ondan gep yok. Thumma avra'uhum, onundan kim kalsa, en takvadar, şübhelik işladım mı, özünü kaçırdığın kişiye değil. Vara' degan, nima ibarat? Taqvodarlik bilan farqi bor. Taqvodarlik degan at-taqva ijtinabul muharramat, al-wara' ijtinabush shubhat. Shubhalardan
o'zini jiroq tutadigan mayli joiz bo'lsinmi nari turay deb orliqda shunda bir masab qo'yib qo'yganni vari deymiz. Endi zohid degancha mutolaa qilib bo'ldi. Dunyoni kichik bildigan, oxiratdagi Allohning huzuridagi mukofot jannatni cho'ng bildigan kishi zohid bo'ldi. Taqvodorlikdan yuqori. Endi avrahum degan mushu tartibning dalili nimasi? Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam man salla khalfa alimin taqiyyin fakannama salla khalfa nabiyyin. Maşallah. Endi taqvodor bir olimning keyinda namoz o'qigan kishi xuddi payg'ambarning keyinda namoz o'qigandek bo'ladi. Endi al-ulama varasatul anbiya desa mümkün. Lekin bu hadis acizden. Aciz olan daif cidden. Bazı mavdu diyen bo'lishi mumkin, lekin daif cidden. Lekin shuna qaraydigan bo'lsak, şu Sahih Muslimga hadisog'i ya ummul qawmi aqrahum li kitabillah. Hadisning lafziga shuna qarasak mana ya ummul qawmi aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum lil hijra fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma dedi. Hicret en burun hicret kılan as-sabiqunal awwalun. En burun Müslüman boğallar de aşula fazilette artık boğaçka. Bazılar değişim ki mesela. Müslüman boğalar bir ay boğa adam bile, Müslüman boğalar 10 yıl boğa adam başka mınımızı tanılap kalsa, aşı burun Müslüman boğana şu ötüdü. Akdamuhum silmen degen şu. Ne olgan? Bu şu belki avrahum degan ma'noga yaqin kelib qolishi mumkin. Chunki aqdamum lil hijra va aqdamum silman avrahum bo'ludi deb qolsak. Bo'lmasa unda lozim emas desak, balki keyin yangi musulmon bo'lgan kishi balki avrah bo'lishi mumkin. Undan keyin cho'za summa asannuhum yeshi ang chunga liqawlihi sallallohu alayhi vasallam idza safartuma fa'adhina wa aqima wal ya'ummukuma akbarukuma sinna. Bu Malik ibn al-Huwayrith'nin hadisi. Şu hadiste Malik ibn al-Huwayrith radıyallahu anhu 15 yaş balla bilan kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida islomni o'rganib, ba'zi rivoyatda bir necha kun, ba'zi rivoyatda 20 kecha, deb mubosh 20 kunda tug'an. Onki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da qasammiz yaş balla. Sonra sizlar diyarlarni kimlarni qo'yib keldinglar? Ayl tavobatinglar ahvol qanday sizning nechisi yangidan to'y qilgan ekan. Olan boytaqliq ekan musul qizilib qolmasin deb asli unda siz diyoringni qaytinglar deb ijozat bergan. Ijozat bergan chaqda Malik ibn al-Huwayrith bilan yana bir hamrosi ikkalan birga safar qilgan bo'lgan. Balki shu bir qabildan bo'lgan bo'lsa, birga safar qildi degan bo'lsa, Rasululloh shu Malik ibn al-Huwayrith bilan hamrosiga shunda degan. Bu Sahih Buxoriyda bor. Akbarukuma sinna dedi. Eshonlar dedi. Yani ulamalardan akbarukuma sinnan degan nima mushda asannuhum degan nima sinni degan so'z mi ya da islomda al-aqdam degan burun musulmon bo'lgan degan mazmunni ko'rsatdi. Chunki islom kirgandan keyingi umri uzun roqi deganni ko'rsatib bunda sharilganlar bor. Lekin bu yerda hamda madisi aniqandi yeshchong deganni ko'rsatdi. Chunki bular tankaganlar, Rasulullohning huzurida tankagan yoshlar bular. Shunga rafiyat masalasida dedik-ku biz Malik ibn al-Huwayrith Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida ya bir hafta ya 15 kun tug'an. Ibn Mas'ud Rasululloh bilan 20 yil birga ayrilmay tug'an. Tug'andimi taqa yendan ayrilmagan. Sahibun nalayn wal wisada was siwak. Malika İbrahim an-Naqai a tarafidan tarjih qilgan. Rafiyat qilmaslikni. Bu sahaba shu kelib 20 kun turib Rasulullohning huzurida ketgan. Bundan keyin cho'disa summa ahsanuhum xuluqa. Bundan keyin axloqi eng yaxshi bo'lganlar. Chunki axloqi eng yaxshi bo'lganlar jamoatni qachirvatmaydi, jamoatni oqi turib namoz o'qishga qiziqadi. Summa ahsanuhum wajha. Undan chiroyi shunda nurona, shunda bir kelishgan odam bo'lsa, shu yaxshi. Yani bunun da tanlash nimalari ba'zi mazhablarda har xil bo'lib qolishi mumkin. Bazı ulamalar nasab jihatdan eng isil kishilar shu bo'ldi deydi. Nasabi isil, fazilatli kishilar imom bo'lsa bo'ldi. Ya'ni ba'zilar kiyim-kechakni pakiz kiydigan odam bo'lsin. Albatta kiyimni necha solab qolsa, namoz durust bo'lmaydi degan gap chiqadi, lekin bu najosat emas, kirma emas hamda. Odat pakiz lekin kir degan narsa yo'q. Pechet
davomli dazmol silab, atir chechibunda pak yuradigan bunda odam bo'lsa yaxshi deganlar bor. Ana hamma ahol tang qilib imomatchilik tasib qolgan ahvolda cho'g' desa, tang bulab qolgan ahvolda faraz qilib qolsaganda buldi deb faraz qilib qolsak, o'sha chek tashlaymiz. Fasahama fakana minal mudhabin degan. Yana Maryam alayhisolamning voqealigida bu chek tashladi-ku. Chek tashlash bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar orasida chek tashlaydi. Chek tashlashni shariat ko'rsatgan bir usul. Bunda bir gap yo'q. Bizning diyorlarimizda bo'yta qadam imom bo'lsa makruh degan gap bor. Bu nereden kelgan desa, balki bunda tizib kelib, eng yaxshisi ma'vo deb tanlashda, tarjih qilishda ishlatgan bir usul. Lekin qanday ishlatadi desa, bo'yta qadam namahramga qaramaslik mumkin deydi. Chunki uyda biraylar bo'lgan ekan, o'xshashamiz bilan qaramaydi. Lekin bu to'g'ri gap emas. Balki 3 ayoli bor odam, 4 ayoli bor odam meni qarashi mumkin. Ya bo'yta qaramasmi? Bu ya'ni laysa bilazim. Endi imom tutumda degan tarafdan ashuna bir tanlagan bo'lishi mumkin. Shu avrahum degan nima doiraga kirishi mumkin. Lekin mana bu mazkur kitoblarda unda to'y qilgan degan gapni biz hozir qadar masalan kitobda uchratmadik. Taqvolikni chekkan ekan. Taqvolikning avra degan nimaga chirkishi mumkin. Ajuka ma'lumotga yeshito'raq qilganlar asosan musulga ba'zan to'laydigan tadbirlarni imom o'xshash aytib qo'yilgan to'laydigan shunday. İmam Nawawi rahmetullohi alayhi mush hadis Sahih Muslimda kelgan emasmi? İmam Nawawi'ninki Sharh Sahih Muslimda Sahih Muslimdagi sharhi bor. Ashunda İmam Muslim rahmetullohi alayhi bu imomatchilik bilan emas. Imomatchilikda o'zi nassan shunda ko'rsatdi. Uningdan boshqa kengash so'rinlari, mehmondochilik, muazzinlik va boshqa hamma ishlarda mushunda eng afzalini tanlaymiz. So'rag'on masalan shunda nima qilsa shu al-alam boshda o'tirdi, undan keyin shunda tartib bo'yicha o'tirdi. Kengash so'rinlari bo'lib qolsa shunda hamma so'rinlar mush qoidani tatbiqlaymiz degan. Wal asl degan so'z mishada al-qoida al-mustamira degan ma'noda. Al-asl degan so'zni dalil ma'nida keladi, al-qoida al-mustamira degan ma'noda keladi, al-maqis alayhi ma'noda keladi. Yani الأصل يعني القاعدة مش مثل قاعدة أن من كان وصفه يحرض الناس على الاقتداء به bir kishida bir sifatli bo'lib, shu sifatli tepilgan ahvolda kishilar ashunga aql namoz o'qishga bakrak amr qiladigan, qiziqadigan bo'lsa, ashunga bir turtki bo'ladigan bo'lib qolsa, va yad'uhum lil jamaa, jamoatchilikka tehmon chaqiradigan, atrofini to'play oladigan bo'lib qolsa, kana taqdimuhu awla, ash kishini oldiga chiqarish bakrak munosib. لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل. Çünkü cemaat qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deydi. Mishada bunda bir bahs bormi? Sani jiq jamoat bilan o'qilgan namoz, sani azroq bo'lgan jamoatlar o'qilgan namoz ikkisining savobjatdan farqi bormi? Agar biz boshqa topshiriq qilsa, topshiriq. Masalan, ba'zi cho'ng masjidlar bor, aytga, jama masalan. Bunda necha ming odam namoz o'qishi mumkin. Ashunda jiq jamoatlar o'qigan namoz, boshqa bir 100 ya 50 jamoatlar kichik masjidlarda o'qigan jamoatdan alohida savob bo'lamdi. Agar savob bo'ldirsak dalili yoki ulamolardan yoki kitoblardan qaysi kitobda qaysi olim savobi jiq bo'ldi yoki bo'lmaydi deb degan bahs qilib. Hozir topshiriqmi hozir to'bash bo'lib qoldi. Ana shu topshiriqni ishlagan chaqda biz qo'limizda kitob bo'lsa, kitobni izlab boqamiz. Kitobdan topolmasligimiz mumkin. Chunki bu jinsiy gaplar mana maktabdan chiqmaydi, boshqa kitoblardan chiqmasligi mumkin. To'rdan izlab boqamiz, ulamoning fatvolaridan, Google shayxdan izlasak javob chiqishi mumkin. Undan keyin atrofimizga ulamolardan masalan, maktabda ustozlarimiz, bundan so'rab boqsak, bundan ba'zi javob chiqib qolishi mumkin. Shunga topshiriqqa javob yozgan chaqda, falan kitobda manda deganligini ko'rdim. Ya savobi tengkan, ya ortiqkan. Manba ma'lum. Ya falan ustozdan so'radim, u kishi manda javob berdi. Deb, shu hukmni joyidan topsak, nereden topsak, manbasidan yezib qo'ysak, topshiriq joyida ado bo'lgan bo'ladi. Chunki kitoblarni desak, siz kitobdan topolmay qolasizlar. Hozir biz topshirib olgan masalalar ko'p insonlar jinsiy bir nozik masalalar.
Hatta qalu yukrahu liman yukthiru at-tanahnuha fil qiraati an ya'umma. Hatta deganmiş şuna cemaatni ko'p yig'alaydigan odam oldisi yaxshi bo'ladi. Shunga asosan qiraat qilib o'tib to'la gelini qaqirgan, quruq o'tilab qo'ydigan kishi bo'lib qolsa, imom bo'lishi makruh deydi ulamolar. Va kadalika man yaqifu fi g'ayri mawadi'il waqf. To'xtamaydigan yerda to'xtaydigan yerda to'xtamay, qiraat ahkamlariga rioya qilib ketmaydigan bunday kishilarning imom bo'lishi makruh. Lima fihi min taqlilil jamaa. Chunki shunda xatoliklar namoz o'qisa, keyin turgan jamoat tuzib ketishi mumkin. Boshqa dangdar qarimning masjidga ketib qoladi. Yuqorqi masalada al-a'lam bilan al-aqra bo'ldi. Shunami? Bunda ulamolar asosan ikki xil nasib bo'ldi. Al-a'lam wal-aqra. Qiraatni yaxshi o'qiydigan, namoz ahkamlarini ma'lum darajada bildi hamda, namoz joyida o'qiydigan darajada bildi. Al-a'lammo namoz joyida bo'lgan darajada qiraat qila oladi. Bunda ahvolda a'lam chiqsa bo'ladi. Bu qarash asosan. Aqra chiqasin bo'ldi, u yaxshi. Ishga shunda dalil bor. Lekin aqra chiqishi bir tarafdan tarjih qilinishi mumkin. Har ikki qarashdan ma'lum bir nimasi bor. Lekin her holda bu joizlik nimasi o'rtaq. Qash chiqsa joiz. Namoz joiz bo'laverdi. Makruhlik bo'lmaydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.